Bolang yurmaydi, o'tirmaydi, gapirmaydi, narsalarni ushlashni bilmaydi deyishgan salkam 9 yil oldin. Bugun shu insonlarni uyaltiramiz. Down sindromi bilan tug'ilgan o'g'lim yaqinda 9 yoshga kiradi va hozirda o'zini bemalol eplayoladi. Magazinlarga kirib o'zi xohlayotgan narsalarni mustaqil o'zi ola oladi. To'g'ri, tengdoshlaridan biroz orqada, yoshiga nisbatan kichkina ko'rinadi. Quyosh chami diagnozi bo'yicha bu holati juda ham yaxshi. Tug'ilganda voz kechilishi tavsiya qilingan farzandim hozirda Instagram orqali juda ham ko'p insonlarning mehrini qozongan. Biz voz kechmadik, Allohga tavakkal qildik. Rivojlanishi ustida yillab ishladik. Jamiyatga qo'shilishiga va o'z o'rnini topishiga hali ham harakat qilamiz. Instagram orqali bizani kuzatib, farzandiga mehr bilan qaravotganlar, abort qilish fikridan qaytganlar juda ham ko'paydi. Yillar davomida qilgan mehnatlarimiz, duolarimiz o'z samarasini berishni boshladi. Quyosh chami butun dunyo tanishini, undan do'stlari faxrlanishini va kimdir ko'chada ko'rganda imkoniyati cheklangan bola deb emas, shu mashhur quyoshchi Umarku deb qarashlarini xohlab 5 yil oldin Instagram yurg'izishni boshlagan. Niyatimga ozgina bo'lsa ham erishdim. Hozirda juda ham ko'pchilik Umarjonni ko'chada ko'rganda taniydi va mehr bilan qaraydi. Quyosh chami yaqinda klipga suratga tushishga taklif qilishdi va bu taklifni jon deb qabul qildi. 5 yildan beri oyisini Instagram sahifasiga videolarga tushib bergan o'g'lim klipga ham bemalol tushib beradi deb o'yladim. Klip tabiiy va ishonarli chiqishi uchun o'zini adasi bilan rol ijro etdi. Bu jarayonni kuzatarkanman, orzularim sekin-sekin amalga oshayotganidan juda ham xursand bo'ldim. Bor yo'g'i 3-4 daqiqalik klipni suratga olish jarayoni ertalabdan kechgacha davom etdi. Tez kunlarda klip tayyor bo'lishi bilan Instagram va YouTube kanalimga joylayman. Ungacha taxmin qilib ko'ringlar, biz kimni klipida suratga tushdik. Javoblaringizni kommentariyada kutaman. Hammalarni yaxshi ko'raman. Bizani kuzatishda davom etinglar.